qirolichalik energiyasi sizni kerakli o'rinda kerakli bo'lgan maslahatni berishingizga yordam beradi. Qirolichalik energiyasi ayolga salovat beradi. Qirolichalik energiyasi sizni butunlay o'zingizga bo'lgan ishonchni beradi. Qirolichalik energiyasi va har qanday qirolichalarga agar ahamiyat bergan bo'lsangiz, shu tarixdan agar qancha qirolichalarni bilsangiz siz, turk qirolichasi, o'zbek qirolichalari yoki boshqa qirolichalar ahamiyat beradigan bo'lsangiz, ularda ham qaysidir qirolichalarda o'ziga bo'lgan ishonch yuqori bo'lgan, qaysidir qirolichalarda o'ziga bo'lgan ishonch past bo'lgan, o'ziga ishonch yuqori bo'lgan qirolichalarda rivojlanish bosqichi yuqorida bo'lgan, o'ziga ishonchi yo'q bo'lgan qirolichalarda rivojlanish ham kam bo'lgan. Ya'ni qirolichalik energiyasi ayolga o'ziga bo'lgan, kelajakka bo'lgan ishonchni beradi. Qirolichalik erkakka nima beradi? Qirolichalik erkakka agar sizda qirolichalik energiyasi yetarli bosqichda bo'ladigan bo'lsa, o'z erkagingizga rivojlanishni beradi, kerakli maslahatlarni berishni beradi. Qirolicha ayol o'zini qadrlaydi, qirolicha ayol o'zini hurmat qiladi, qirolicha ayol o'zini sevadi. Qirolicha ayol bu hayotdagi eng yaxshi narsalarga men loyiqman deb aytadi. Qirolicha ayolda yo'q, men bu narsaga arzimayman, bu narsa menga emas. Qirolicha ayol imkoniyati bor bo'lsa eng yaxshisini o'ziga olib beradi va qirolicha ayolning yoniga doim qirol bo'lgan insonlar keladi. Ya'ni qirolichalik energiyasi o'firib turgan insonlarga o'zigini ikkinchi polovinkasi, ikkinchi juftligi qirol insonlar bu insonni yoniga keladi. Qirolicha ayol qirol erkakni tez qirol qila oladi. Ya'ni qirolicha o'z turmush o'rtog'ini qo'l qilib qo'ymaydi. Qirolicha o'z turmush o'rtog'ini qirol qilib, qirolini qirolichasi bo'lib yashaydi. Donolikni, donishmandlikni beradi erkakka. Erkakka o'ziga bo'lgan ishonchni, kelajakka bo'lgan ishonchni qirolichalik energiyasi beradi. Hozirgi kunda sizda o'zingizga bo'lgan ishonch yo'q bo'lsa, o'zingizni qadrlamasangiz, o'zingizni hurmat qilmasangiz, o'zingizni sevmasangiz, demakki hozircha sizda qirolichalik energiyasi yo'q ekanligini yoki u pasayib ketganligini bildiradi. Qirolicha ayol menga hamma narsa bo'laveradi pozitsiyasida bo'lmaydi. Men eng yaxshilariga loyiqman, meni yonimda baqirish mumkin emas, meni yonimda behurmatlik mumkin emas, menga qo'pol so'zlardan foydalanish mumkin emas, meni oldimda meni behurmatlik qilish, nafaqat meni behurmatlik qilish, balki boshqa insonlarni ham behurmatlik qilish mumkin emas degan pozitsiyada turadi. Va agar sizda qirolichalik energiyasi yuqori bo'lsa, turmush o'rtog'ingiz sizni kaltaklamaydi, turmush o'rtog'ingiz sizni xo'rlamaydi, turmush o'rtog'ingiz sizni xafa qilmaydi, turmush o'rtog'ingiz sizni baqirmaydi sizga, sizni qandaydir bir haqoratli so'zlar bilan kamsitmaydi. Agar shu narsalar sizning hayotingizda bo'lib kelayotgan bo'lsa, demakki samotsenka ham past, o'zingizni o'zingiz baholash ham past ekanligini bildiradi. O'zingizga bo'lgan munosabatingiz hozircha shunday ekan, turmush o'rtog'ingiz sizga shunday munosabatda ekanligini bildiradi. Qirolicha ayol turmush o'rtog'ini boy va badavlat qila oladi. Qirolichalik energiyasi ayolda yetarlicha bo'lmasa, demakki erkak qirol darajasiga, shoh darajasiga chiqa olmay qoladi. Chunki shohlikni, qirolichalik, qirollik energiyasini erkakka aynan ayol beradi. Qirolicha ayol agar qadrlashmasa, qirolicha ayolni managa shu narsani qilmadingiz, managa shunday munosabatda bo'ldingiz, mana shu munosabat menga yoqmadi, mana shu munosabatdan meni ko'nglim to'lmadi degan pozitsiyada bo'ladi. Va mana shunday holat, mana shu vaziyat menga yoqmadi, bundan ko'nglim to'lmadi degan pozitsiyada turmush o'rtog'ingizga ko'rsatib bergan paytingizda, u keyin sekin-sekin ko'rib bilishni boshlaydi. Что sizni hurmatsizlik qilish mumkin emas, sizni kaltaklash mumkin emas, sizga qo'pol munosabatda bo'lish mumkin emas, sizni haqorat qilish mumkin emas, sizga eng yomon dunyodagi narsalarni olib kelish mumkin emas bo'ladi. Chunki siz o'zingizni qadringizni bilganligingiz uchun men o'zimni qirolichamga dunyodagi eng yaxshi narsalarni olib kelib beraman. Chunki u qirolicha-ku degan energiyani siz o'zingizdan turmush o'rtog'ingizga taratishni boshlaysiz. Lekin bu hayotda ayollik energiyasida
faqat sizda qirolichalik energiyasi yuqori bo'lib, qolgan energiyalar juda past bo'ladigan bo'lsa, bu уже iliqmas qirolichalik energiyasini siz o'zingizdan taratishni boshlaysiz. Ya'ni muz malikasini energiyasini, muz qirolicha energiyasini siz o'zingizdan chiqarishni boshlaysiz. Muz energiyasini siz o'zingizdan chiqargan paytingizda sizni yoningizdagi erkak sizni yoningizda halovat topolmay qoladi. Ya'ni komfort his qilmaydi, qulaylikni his qilmaydi. Chunki bu qilig'im bunga yoqarmikan, bu harakatim bunga yoqarmikanda bemalol o'zini qo'yib bera olmaydi. Sizda bu nihoyatda oshib ketgan paytida, odatda qirolichalik energiyasi juda ham oshib ketgan ayollarni yonida agar turmushdan ajrashishsa, erkaklar bo'lmaydi. Bunday ayollar mana shunday qilib yurishadi. Вот, mana shu qism, insa qismimiz yuqorida sal ketib qolgan bo'ladi-da. Qirolichalik energiyasi yuqori bo'lib ketganligini bildiradi va erkak bunday ayolning oldiga kelgan paytida xotirjamlikni his qila olmay qoladi. O'zini qulay his qilmagandan keyin, buni sizning oldingizdan chiqib ketgandan keyin deb nafas chiqaradi va bu energiya erkakni qaysidir ma'noda bo'g'ilishiga olib keladi. Keyingi energiyaga o'tadigan bo'lsam, bu bekalik energiyasi hisoblanadi. Va O'zbekistonda eng молодец bizni ayollar, bekalik energiyamiz oshib ketgan bizani genimizda o'sha bekalik energiyamiz juda ham yuqori. Lekin ayol bu hayotda baxtli bo'lish uchun, ayol sifatida o'ziga bo'lgan o'z o'rnini topishi uchun, ayol sifatida o'zini namoyon qilish uchun bitta bekalik energiyasini o'zi yetarli bo'lmaydi. Bekalik energiyasi bu sizni ro'zg'or tutishingiz, ovqat pishirishingiz, salatlar qilishingiz, pechoniylarni pishirishingiz, uyingizni tozaligi, saramjomligi, uyingizdagi qulaylik, uyingizdagi chiroy, go'zallik bu bekalik energiyasiga xos bo'lgan muhit hisoblanadi. Bekalik erkakka xotirjamlikni beradi. Lekin agar haddan ortiq bekalik, bu уже beka ayol, xizmatkor ayol darajasiga tushirib qo'yadi. Ya'ni siz haddan ziyod beka bo'lib, ertalab uyqudan turgan paytdan to uyquga yotguningizga qadar ertadan kechgacha to'xtovsiz faqat ro'zg'or ishlari bilan mashg'ul bo'ladigan bo'lsangiz, sizda bekalik oshib ketgan va bekalik oshib ketishi natijasida boshqa energiyalar juda ham tushib ketganligini bildiradi. Maza qilib salat qilishingiz mumkin, zo'r ovqatlar pishirishingiz mumkin, uyingizni toza saramjon sarishta tutishingiz mumkin, lekin buni siz qolgan ayollik energiyalari bilan birgalikda amalga oshirishingiz mumkin. Juda haddan ziyod ortiq bekalik energiyasi bu уже sizni xizmatkor ayol darajasiga tushirib qo'yadi. Va xizmatkor ayol o'z erkagini qirol darajasiga chiqara olmaydi. Xizmatkor ayol xizmatda zo'r qiladi. Xizmatkor ayol kirda zo'r yuvishi mumkin, uylarni zo'r tozalashi mumkin, mehmonni zo'r kutishi mumkin. Sizga hamma atrofdagilar, "Wow, zo'r, shunaqa zo'r kelin, hamma mehnatni qiladi, shunaqa darajada молодец" deyishi mumkin, lekin bu erkakni rivojlantirmaydi. Ayol erkakka faqat bekalik energiyasi yetarli bo'lmaydi. Siz faqat beka bo'lib qolgan paytingizda erkak ham sizga juda haddan ortiq bekaligingiz oshib ketgan paytida sizga o'zi xizmatkordek munosabatda bo'lishni boshlaydi va buyruq ohangida gapirishni boshlaydi. Qilib qo'ysang bo'lmasmidi? Men qachongacha aytaman? Qachongacha takrorlayman? Bitta ishda o'zing qila olmaysanmi eplab degan so'zlarni eshitishingiz mumkin. Ertalabdan kechgacha siz turmush o'rtog'ingizni hamma yumushini bajargan holatda ham shunaqa holatga kelib qolishingiz mumkin. Beka ayol erini rivojlantira olmaydi va bekani o'zi ham sizga bu hayotda maza qilib yashashingiz uchun kamlik qiladi. Bekalik energiyasini yoniga qirolichalik energiyasi qo'shiladigan bo'lsa, sizga уже salovatni beradi, sizga kerakli bo'lgan maslahatni beradi, o'zingizga bo'lgan hurmatni beradi, o'zingizga bo'lgan sevgi his-tuyg'usini, o'zingizni qadrlash his-tuyg'ularini sizga beradi va bekani yoniga qirolichalik energiyasi qo'shilganda siz juda ham chiroyli ko'rinishga, o'z erkagingizni o'ziga bo'lgan ishonchini oshirishga xizmat qiladigan ayol timsoliga kelishni boshlaysiz. Agar hozirgi kunda sizni yaqinlaringiz sizga quldek munosabatda bo'lishayotgan bo'lsa yoki xizmatkordek munosabatda bo'lishayotgan bo'lsa, demak hozircha sizda bekalik energiyasi haddan ortiq ko'payib ketgan ekanligini bildiradi.
va biz buni balansga keltirishimiz kerak. Qanday qilib balansga keltirishni shu modul darslarida siz bilan birgalikda o'rganamiz. Keyingi ayollik energiyasi bu qizaloqlik energiyasi. Qizaloqlik erkakka ruhlanishni beradi, ilhomlantirishni beradi. Sizni o'zingizga ayol sifatida nimani beradi? Agar ayol sifatida sizda qizaloqlik bo'ladigan bo'lsa, xursand kayfiyatda yurishingizni beradi, kelajakka bo'lgan ishonchni beradi, hozir va shu yerda yashash energiyasini sizga beradi. Ya'ni yosh bolada, qizaloqda ertaga nima bo'lar ekan degan qo'rquvi bo'lmaydi. U doim kelajakka, Xudoga, o'ziga bo'lgan ishonch asosida qarab yashashni biladi. Qizaloq energiyasida agar sizda shu qizaloqlik energiyasi bo'lsa, siz o'z oilangizda xursandchilik muhitini osonlik bilan yarata olasiz. Sizni farzandlaringizda xursandchilik bo'ladi, oilada hazil ko'p bo'ladi. Chunki farzandlaringiz ham sizga hazil qilishi mumkin, turmush o'rtog'ingiz hazil qilishi mumkin. Siz turmush o'rtog'ingizga va farzandlaringizga siz hazil qilishingiz mumkin. Buni "Men seni onangman, menga onadek munosabatda bo'l, men seni dugonangman" degan narsalar bo'lmaydi. Ya'ni qizaloqlik agar sizda shu narsalar ko'p bo'ladigan bo'lsa, o'z erkagingizga ilhom berasiz, o'z erkagingizga ruhlantirish energiyasini berasiz va ahamiyat berganmisiz otalar yosh qizlariga "Dadajon, menga u narsani olib bering, bu narsani olib bering" degan paytida olib berishga harakat qilishadi. Shirinligi uchun hamda shunday otalar bor, bolasi achom qilib quchoqlasa, bolasidan energiyani oladi. Shunaqa darajada yaxshi ko'ribdi. Aslida erkak o'sha paytda ayollik energiyasini qizidan olayotgan bo'ladi. Ayollik energiyasini qizidan olish ham mumkin. Lekin siz agar sizda shu qizaloqlik energiyasi ko'p bo'ladigan bo'lsa, siz judayam baxtli, judayam xursand, o'zingizdan qoniqqan ayol bo'lib yashashingizga xizmat qiladi. Lekin sizda na bekalik bo'lsa, na qirolichalik bo'lsa-da, lekin faqat sizda qizaloqlik bo'ladigan bo'lsa, siz уже erkak uchun qiziqmas holatga kelib qolasiz. Siz o'zingiz uchun ham qiziqmas bo'lib qolasizda. Ya'ni meni kimdir o'ynatishi kerak, qizaloq pozitsiyasida qolib ketasizda. Meni kimdir baxtli qilishi kerak, meni kimdir g'amxo'rlik qilishi kerak, chunki men ulg'aymaganman, chunki men yosh bolaman, menga g'amxo'rlik qilmasalaring men kasal bo'lib qolishim mumkin, menga g'amxo'rlik qilmasalaring holatim yomon bo'lib qolishi mumkin degan narsalarni siz o'zingizdan taratishni, chiqarishni boshlaysiz. Qizaloqqa erkak agar sizda qirolichalik va bekalik bo'lmasa, faqatgina qizaloqlik energiyangiz uchun siz yoningizda erkagingizni olib qola olmaysiz. Bekalik, qirolichalik, uni yoniga plus qizaloqlik qo'shiladigan bo'lsa, ajoyib bir guldastani yaratasizda. Siz ham eringizga ishonch bera olasiz. Chunki ishonchni qirolichalik energiyangiz bilan bera olasiz. Kerakli bo'lgan maslahatni bera olasiz qirolichalik energiyasi bilan. Turmush o'rtog'ingizni maza qilib ovqatlantirasiz. Uyingizni shinamligini bera olasiz bekalik energiyangiz bilan. Ruhlantirish, ilhomlantirishni siz qizaloqlik energiyangiz bilan bera olasiz va kelajakka bo'lgan ishonch energiyasini ham qizaloqlik bilan bera olasiz. Bunaqa qilamiz. Hozirgi paytda qaysi nuqtada turishingizdan qat'iy nazar biz kelajakda shu narsalarni amalga oshiramiz. Bu narsalar bo'ladi bizda. Qilamiz biz. Men sizga ishonaman. Siz eplaysiz, qila olasiz degan pozitsiyani turmush o'rtog'ingizga o'tkazishni boshlaysiz. Va bu qizaloqlik energiyasi ham haddan ortiq chiqib ketadigan bo'lsa yuqoriga, siz уже ulg'aymay qolasiz ayol sifatida va haddan ziyod qizaloqlik energiyangiz ko'payib ketsa, qirolichalik energiyangiz avtomatik pastga tushib ketadi, yo'q bo'lib qoladi. Chunki doim sizga g'amxo'rlik qilishlari kerak, doim sizni o'rab turishlari kerak, doim sizga mehr ko'rsatib turishlari kerak bo'ladi. Erkakka kerakli paytda maslahat kerak, kerakli paytda pazandalik kerak va kerakli paytda ruhlantirish energiyasi kerak bo'ladi. Qo'llab-quvvatlash energiyasini qirolichalik bera oladi erkakka. Keyingi energiya haqida gapiradigan bo'lsam, bu ma'shuqalik energiyasi. Bu ma'shuqalik energiyasi agar sizda ham qirolichalik, ham qizaloqlik, ham bekalik energiyasi bor bo'lib, ma'shuqalik energiyasi yo'q bo'ladigan bo'lsa, siz yana mukammal ko'rinishdagi ayollik energiyasiga to'la bo'lgan ayol holatiga kelmasdan qolishingiz mumkin. To'la to'kis ayol holatiga siz kelishingiz uchun sizda
mana shu ma'shuqalik energiyasi ham mavjud bo'lishi kerak. Ma'shuqalik energiyasi bu turmush o'rtog'ingiz bilan sizni posteldagi munosabatlaringiz hisoblanadi. Sizni turmush o'rtog'ingizga bo'lgan sevgingiz, turmush o'rtog'ingizni sizga bo'lgan sevgisi, ularni birgalikda siz o'sha postelda oshkor eta olishingiz, o'z hissiyotlaringizni ko'rsatib bera olishingiz, postelda olovdek bo'lib bera olishingiz. Buni faqatgina erim xohlagani uchun, erim uchun emas, siz o'zingiz ham lazzat olish uchun, orgazm olish uchun harakat qilishingiz bu ma'shuqalik energiyasi sizda bor ekanligini bildiradi. Agar sizda hozirgi kunda shu jinsiy aloqaga nisbatan negativ xayollar ko'p bo'ladigan bo'lsa, ma'shuqalik energiyasi tushib ketganligini bildiradi. Haddan ortiq ma'shuqalik energiyangiz ko'payib ketsa, doimiy tartibda erkakdan jinsiy aloqani xohlash kuzatiladi. Doimiy tartibda erkakdan jinsiy aloqani xohlash ham erkakni bezdirib qo'yadi. Har bitta energiya o'z o'rnida kerakli tartibda joy-joyida ketishi kerak bo'ladi. Va ma'shuqalik energiyasini olovga o'xshatishadi. Kerakli paytda erkakning his-tuyg'ulariga olov yoqish bu sizni qo'lingizda bo'ladi. Ma'shuqalik erkakka nima beradi? Ma'shuqalik erkak bilan jinsiy aloqa juda ham ajoyib o'tsa, ayol uyalmasa o'zini tanasidan, o'zini his-tuyg'ularini ayta olsa, erkak bilan qanday munosabatda bo'lishini kelisha olsa, buni bemalol oshkor oydin ayta oladigan bo'lsa, erkakka kelajakka bo'lgan g'oyalarni berishni boshlaydi. Eng zo'r sifatli jinsiy aloqadan keyin erkakda g'oyalar paydo bo'lishni boshlaydi. Aynan unda mazza qilib orgazm olib bo'lganidan keyingi 10 daqiqaning ichida, jinsiy aloqadan keyingi 10 daqiqaning ichida erkakning miyasiga g'oyalar qo'yilib kelishni boshlaydi. Bu narsani qilsam bo'lar ekan-ku, u narsani qilsam bo'lar ekan-ku, pulni ko'paytirsam bo'lar ekan-ku degan his-tuyg'ular ko'payishni boshlaydi. Haddan ortiq bo'lib ketsa bu energiya erkak bo'g'ilishni boshlaydi, yoningizdan qochib ketib qolishni boshlaydi. Haddan ziyod pasayib ketsa, unda ham o'sha erkak o'zini hayotiga ma'shuqalik energiyasi bor bo'lgan ayollarni kiritishni boshlaydi. Ayolda mana shu men yuqoridagi aytgan 4 ta energiya joy-joyida normal holatda ketishi kerak. Agar sizda bu energiyalar joy-joyida normal holatda ketmaydigan bo'lsa, erkak agar sizda faqat bekalik energiyasi bor bo'lsa, erkak o'sha ko'chadan qizaloqlik energiyasi, ma'shuqalik energiyasi yoki qirolichalik energiyasi bor bo'lgan ayollarni qidirishni boshlaydi. Ko'rgansiz-ku shunaqa erkaklarni haddan ziyod ayollarga ko'p boradi. Haddan ziyod. U qaysidir ayoldan bekalikni qidiradi, qaysidandir qizaloqlikni qidiradi, qaysidandir ma'shuqalikni qidiradi, qaysidandir qirolichalikni qidiradi. Va bu poisk, bu qidiruv toki hammasi mana shu energiyalarni barisi mujassamlangan ayolni topguniga qadar uni hayotida bo'ladi. Agar shu bularni barchasi mujassamlangan ayol siz bo'ladigan bo'lsangiz, eringizda o'sha boshqa ayollarga nisbatan xohish suyishni boshlaydi. Uni siz chunki hamma taraflama qo'ynini to'ldira olayapsiz, hamma taraflama qoniqtira olayapsiz, ham bekaligingiz joyida, ham qirolichaligingiz joyida, ham qizaloqligingiz joyida, ham ma'shuqaligingiz joyida. Erkak maza qilishni boshlaydi, yosharishni boshlaydi. Ayolda o'zida ham yosharish boshlanadi. Oilada xursandchilik ko'payib ketishni boshlaydi. Aksariyat vaqt kelajakni fantaziyalarini o'ylashga qaratilinadi. Va mana shunda insonning hayotida o'sha garmoniya munosabat yaratilinishni boshlaydi. Biz endi qirolichalik, bekalik, qizaloqlik, ma'shuqalik energiyasi nimalarga javob berishini, ular erkakka nima berishini bilib oldik. To'g'rimi? Endi biz bu energiyalarni qanday qilib balansga keltirishimiz haqida gaplashamiz. Agar sizda bekalik energiyangiz juda ham ko'payib ketgan bo'lsa, butunlay o'zingizni faqat ro'zg'orga, uy ishlariga bag'ishlab yuborgan bo'lsangiz, har kuni 2-3 soat mobaynida o'zingizni rivojlantirish uchun vaqt ajratishni boshlaysiz. Xohlang ertalab, xohlang obedda, xohlang o'zingizga qulay bo'lgan vaqtda siz o'zingizni ongingiz bilan, o'zingizni ruhiyatingizni o'stirish ustida xizmat qilishni boshlaysiz. Mana shu kursda siz hozir o'zingizni ustingizda ishlayotganligingiz, shu informatsiyalarni olayotganligingiz, sizga amaliy bo'limida ham ko'p biz texnikalarni beramiz. Mana shu texnikalarni ham bajarishingiz o'zingiz bilan ishlash uchun
yordam beradi va mani vaqtim bo'lmay qolyapti, qilolmay qolyapman, menda bu kamchilik bor, u kamchilik bor, to'g'rilay olmayapman demasdan turib, siz o'zingizga vaqt ajratishni boshlashingiz kerak bo'ladi. Bilim olgan ayolda donolik, donishmandlik ko'payishni boshlaydi. Ya'ni qirolichalik, qizaloqlik energiyasi, qirolichalik energiyasi yuqoriga chiqib ketgan bo'lsa, balansga kelishni boshlaydi, pastga tushib ketgan bo'lsa, joyiga ko'tarilishni boshlaydi. Bu judayam har bitta ayol sifatida o'zingizni o'rningizni topishingiz uchun muhim hisoblanadi va shunday boy badavlat insonlarning orqasida, haqiqiy qirollarning orqasida kuchli qirolicha ayollar turishi hech kimga sir emas. Kuchli degan paytimdaman ayollik kuchi nazarda tutilyapti, erkaklik kuchini bu yerda nazarda tutayotganligim yo'qman. Shunga ahamiyat berishingiz kerak bo'ladi. Demak, balansga keltirmoqchimisiz? Ro'zg'or tashvishlaridan ozgina uzilishni boshlaysiz, o'zingizni ustingizda ishlashni boshlaysiz va agar sizda qizaloqlik energiyasi yo'q bo'ladigan bo'lsa, sekin-sekin o'sha kelajakka bo'lgan ishonchni ustida gaplashishni boshlaysiz. Turmush o'rtog'ingizga menga shu narsani olib bering, juda ham xursand bo'lardim. Davaychi yuring, birga boramiz, menga gul olib bering, men xohlayapman. Bir donagina gulni bo'lsa-da, turmush o'rtog'ingiz bilan birga borib, do'kondan olib, o'sha joyda shunaqa maza qilyapman mana shu berganligingizdan, bu menga shunaqa yoqayapti, xursand bo'lyapman deb aytishingiz, bu qizaloqlik energiyasini beradi. Mana shu narsani olib berganligingiz uchun ham men sizni yaxshi ko'raman deb aytishingiz, bu o'sha qizaloqlik energiyasini beradi. Nafaqat gul ko'rinishida bu, balki siz biron bir shokolad ko'rinishida ham turmush o'rtog'ingizdan so'rashingiz mumkin. Shunaqa shirinlik olib keling, shunaqa shirinlik olib keldingiz-ku, men yedim-ku, shunaqa maza qildim, shunaqa sizga duo qildim, shunaqa xursand bo'ldim sizdan, menga shunaqa narsalar ko'p olib kelsangiz, kayfiyatim ko'tarilar ekan, bu menga yoqar ekan, o'zimni kuzatib ko'rsam, o'zimni holatim menga juda ham yoqimli bo'ldi va bilasizmi, buni orqasidan nima menga yoqimli bo'lyapti? Aynan shu narsani siz menga olib kelib berganligingiz uchun ham men xursand bo'lib ketyapman-da. Siz menga xizmat qilyapsiz, men o'zimni xursandchiligimni sizga beryapman. Siz молодецsiz deb aytishingiz, bu o'sha qizaloqlik energiyangizni ko'tarilishiga, normal holatga keltirilishiga yordam beradi. Agar hozirgi kunda mashuqqalik energiyangiz tushib ketgan deb his qiladigan bo'lsangiz, mana shu darslarimiz jarayonida buni ham balansga keltirilishni boshlaymiz biz. Chunki sizda intim отношениyaga nisbatan, jinsiy aloqaga nisbatan zarracha zaharda gulidek yomon his-tuyg'ular qolmasligi kerak. Ya'ni undan siz jirkanmasligingiz kerak, yomon ko'rmasligingiz kerak. Bilasizmi, o'sha jirkanish, yomon ko'rish bu blokirovka qilib qo'yadi sizni energiyangizni, ayollik energiyangizni. Jinsiy aloqa orqali esa erkak va ayolda farzand yaratilinadi. Bu shunaqa darajada ilohiy raqs hisoblanadi. Bu shunchalik darajada ilohiy raqs bo'lganligi uchun, shunchalik darajada ilohiy jarayon bo'lganligi uchun aynan jinsiy aloqa asosida farzand dunyoga keladi. Va shunday shirin farzandlaringiz aynan jinsiy aloqa asosida vujudga keladi. Buni o'zi shunday ko'rsatadi. Bu shunaqa darajada tabiiy his-tuyg'u ekanligini, bu shunaqa darajada tabiiy munosabat ekanligini bildiradi. Siz menga aynan ma'shuqa bo'lishim uchun nima to'siqlik qilyapti deb spisk tuzib chiqasiz va qanday bo'ladi bu spiskda jinsiy aloqaga bo'lgan qanday negativ o'y-xayollaringiz bor, ularni barchasini yozib chiqasiz. Men jirkanaman, menga yoqmaydi, men hech maza qila olmayman, men bu narsa ham keraksiz deb o'ylayman, bu siz ham baxtli bo'lamanman deb o'ylaymanmi? Xullas, hamma o'zinikini yozib chiqadi. Demak, bundan tashqari siz hozir mana shu darsni eshitish jarayonida aynan qaysi energiyalar sizda yuqori ekanligini ko'rishingiz mumkin. Bekarlikmi, qirolichalikmi, qizaloqlikmi, yo'q bo'lganlarini o'rganishni boshlaymiz, ko'payib ketganlarini balans holatga tushirishni boshlaymiz. Shaxs sifatida, ayol sifatida o'z o'rnimizni topishimiz uchun bu sizu bizga, hammamizga juda ham kerakli bo'lgan energiya hisoblanadi. Biz qirolichalik, bekalik, qizaloqlik, mashuqqalik energiyasini balansga keltirish uchun ma'lum bir amaliyotlar o'tkazilinadi siz bilan, ma'lum bir terapiya seanslar o'tkazilinadi. Sizga biz amaliy bosqichida kerakli bo'lgan hamma ma'lumotlarni beramiz va ular bilan qanday qilib ishlash kerakligini o'rgatamiz. Men yana sizga takrorlab o'taman darsimizda, demak,
Har bitta dars 3 kunda kanalga joylashtiriladi va har bitta dars bir kunda 3 martadan eshitilinishi kerak. Siz bir marta yaxshilab eshitib olganingizdan keyin ikkinchi marta, uchinchi martasini biron bir yumush qilayotgan paytingizda ham eshitishingiz mumkin. Bor diqqat markazingizni shu eshitadigan informatsiyaga qaratgan holatda eshitishni boshlaysiz. Bundan tashqari har bitta berilgan amaliyotlar ham 3 martadan bajarilinishi kerak bo'ladi. 9 raqami bu kvantoviy raqam hisoblanadi. Juda ham yuqori raqam hisoblanadi. Hattoki raqamlanishida ham hisoblab chiqadigan bo'lsangiz, eng yuqori raqam 9 hisoblanadi. Ya 9 dan keyin 10, 11 bor da. Birinchi son raqamlanishida eng yuqori son 9 hisoblanganligi uchun bu borliq raqam hisoblanadi. Har bitta narsani 9 martadan ishlaganingizdan keyin bu sizning tanangizni tezroq transformatsiya holatiga keltirishga sizga yordam beradi. Transformatsiya holatiga keltirish bu o'sha siz bilimlar bilan ishlashni boshlagan paytingizda sizning tanangizda keraksiz bo'lgan, sizga boshqa xizmat qilmasligi kerak bo'lgan energiyalar tanangizdan chiqishni boshlaydi. Bu paytida konflikt bo'lib qolishi mumkin eringiz bilan, yaqinlaringiz bilan tortishuv bo'lib qolishi mumkin yoki o'zingizni holatingiz yomon bo'lib qolishi mumkin. Bularning hammasi tabiiy. Siz ichingizda turgan, siqilib yotgan keraksiz bo'lgan energiyalar qaysidir yo'llar orqali chiqishi kerak bo'ladi. Davaychi birinchi bo'lib ularni chiqarib olamizda, undan keyin o'sha tozalangan tanaga kerakli bo'lgan energiya oqimini kirgizishni boshlaymiz. Bundan tashqari sizga vazifa sifatida berib o'taman. Har kuni 5000 qadam bir marta yurish kerak. 5000 qadam yurishingiz uchun 40-50 minut vaqt ketadi. 5000 qadam hozir telefonlarda predlojeniyalar chiqqan. Predlojeniyalar asosida siz 5000 qadamni qo'yasizda, to'xtamasdan turib 5000 qadam tashlashingiz kerak bo'ladi. Iloji boricha qadamlaringiz mayda qadam emas, sal kattaroq qadam bo'ladigan bo'lsa, bu birgalikda sizni biologik tanangiz bilan ishlash uchun xizmat qiladi. 2020-yildan beri men yurish bilan shug'ullanaman. Yurish bo'lmaganda yo sport bo'ladi, sport bo'lmaganda yurish bo'ladi. Har doim o'sha o'zimni tanamni balansga keltirish uchun, keraksiz bo'lgan energiyalarni chiqarish uchun doimiy yurish bilan yoki sport bilan shug'ullanaman. Dars jarayonida biz har kuni 5000 qadam yurishimiz kerak va mana men yurishga chiqdim deb yurayotgan paytingizda video qilib guruhga dumaloq videoda yuborasiz. Bu sizga vazifa bo'ladi. Natija olishingiz uchun har bitta berilgan vazifalar, qilinishi kerak bo'lgan narsalar guruhda qilib borilinishi kerak bo'ladi. Keyingi vazifa, yurishga chiqqan paytingizda o'zingiz bilan iliq suv olasizda, suvingizni ichib ketaverasiz. Yurgan paytda insonning og'zi qurib qoladi. Mana shu paytida siz suvingizni ichib ketaverasizda, yo'lingizda davom etasiz. Bir kunda 2-3 litr suv ichishingiz kerak. Toza suv, o'lik suv emas. O'lik suv bu kipitok hisoblanadi. Tirik suv bu baloq suvi, silver suvi. Umuman olganda toza sharsharadan tushadigan suvlar, bular toza suv hisoblanadi. Mana shunday toza suvlardan ichishingiz kerak bo'ladi. Agar toza suvni uyga sharoitda ham qilishingiz mumkin. Kran suvini olasizda, baklashkaga solib, uni 16 soatga muzxonaga qo'yib, muzlatilgan suv tashqariga chiqartirilib, eritib ichiladigan bo'lsa, bu suv ham toza suvga aylanadi, ya'ni toza suv bo'ladi. Shunday qilib ham foydalanishingiz mumkin. Har kuni 2-3 soat mobaynida 2-3 litr suv ichishingiz kerak va iliq qilib iching. Hozirgi kunda havo sovuq, yaxdek muzdek qilib ichmang. Ilitib suvingizni iching. Bu ham tanamizdan bizga keraksiz bo'lgan energiya, quvvat oqimi tanamizdan oson yengil chiqib ketishiga xizmat qiladi. Keyingi yana sizga aytmoqchi bo'lganim, endi yana vazifa beraman. Vazifalar bosqichi ketyapti. Qirolichalik energiyasi bo'yicha sizda nimalar ko'p ekan yoki nimalar kam ekan, ularni yozasiz. Guruhga bekalik energiyasi bo'yicha sizda nimalar ko'p ekan, nimalar kam ekan, ularni yozasiz siz guruhga. Mashuqalik energiyasi bo'yicha nimalar ko'p ekan sizda, nimalar yo'q ekan. Qizaloqlik energiyasi bo'yicha nimalar bor ekan sizda, nimalar yo'q ekan. Ularni barchasini o'zingizga tashqi tarafdan qaragan holatda o'zimda shu narsa yo'q ekan, bu narsa bor ekan, bu narsa menda ortiqcha ekan, bu narsa kam ekan menda deb guruhda yozasiz. Har bitta ishtirokchi guruhga o'zini rasmini yuborib, psixologiya sferasi bilan
qachondan beri shug'ullanayotganligini, qaysi kurslarda o'qiyotganligini yozadi. Chunki bu ham bir-birimiz bilan bog'lanishimizga, bir-birimiz bilan ulanishimizga yordam beradi. Savollaringizni savolni keyin yozadigan bo'lsangiz, har bitta savollarga guruhda javob berib borilinadi. O'tilingan darslar bo'yicha savol berishga harakat qiling. O'tilingan darslar bo'yicha uzoqdan hal bo'lmayotgan bir nima programmalarga oid bo'lgan darslar savollarni hozircha bermay turing. Unday savollar kuni ham bo'ladi bizda, berasiz. Hozir biz siz bilan ishlab olishimiz kerak. Ishlab olishimiz uchun esa siz berilgan vazifalarni vaqtida bajarib, o'zingizni javobgarlikni bo'yningizga olgan bo'lishingiz kerak. Va yana siz qilishingiz kerak bo'lgan ish, darsimiz uchun bitta daftar tutingda, darsdan olgan insaytlaringizni, ya'ni anglashlaringizni va darsni sizga kerakli bo'lgan joylarini hammasini yozib chiqing. Bundan tashqari daftaringizni orqa tarafini ochingda, birinchi kun vazifalari deb yozingda, birinchi kunda men sizga nima vazifalar bergan bo'lsam, mana shu vazifalarni barchasini yozib chiqib, har kuni ularni bajarib, ularga galochka, ya'ni belgicha qo'yib ketishingiz bo'ladi. Shunda siz aynan qanday qilib ishlayapsiz, qanday qilib olib ketyapsiz, o'zingizni yaqqol ko'rishni, his qilishni boshlaysiz. Bizda ayollarda ayollik energiyasi tushib ketgan, oshib ketgan bosqichlari bo'ladi-ku. Mana shularni normal holatga keltirishimiz uchun har bitta berilgan vazifalar bajarilinishi juda ham kerak bo'ladi har biringiz uchun. Demak, bizani bugungi ayollik energiyasi moduli darsimiz shulardan iborat edi. Amaliyotlarni beramiz siz uchun, amaliyotlarni kuzatasiz, amaliyotlarni bajarasiz, amaliyotlarni qanday qilib ishlash kerakligi haqida ham kerakli bo'lgan ma'lumotlarni sizga kanalga joylashtirib qo'yamiz. Ular bilan ishlab turib, albatta o'zingizda ketayotgan jarayonlar bilan, anglashlar bilan bo'lishni unutmaysiz. Bugungi efirimiz yakunlandi. Hammalaringni yaxshi ko'raman. Hammalaringni qattiq bag'rimga bosgan holatda, o'pgan, quchoqlagan holatda sizlar bilan xayrlashib qolaman. Keyingi darslarimizda ko'rishguncha